Hürmetli körürmenler, bugünkü dersimizde fəsillər və coğrafiyalarının yemək-içməkə bolğan təsirini sözləb ötümüz. Dünyadakı coğrafiyalik şəraitlər tüpəylidən tropik belbağ, mötədil belbağ və soğuq belbağ deb çoğraq bilindi. Onun içində yenə köplügən uşaq türləri var. Umumen bizning biladiganimiz issiq va sovuq iqlimning badanga ko'rsatadigan ta'sirini qisqacha so'zlab o'tamiz. Sovuq iqlim odatda qildam tomirlarning tarayishi, issiqlikning ichki organlarga markazlashishini keltirib chiqardi. Shuning uchun sovuq iqlimdagi insonlarniki bedenniki ciğer, öğüt, yürek kısmındaki ısıklığı yukarı buludu. Kan köprek muşu organlar merkezleşkenlik için bu tür kişilerde kayserlik, cesurluk, kengaymiçilik ve bir xil quyosh nuriga, yoruqluqqa ve ısıqlıqqa bolğan muhtajlık intilish tüpaylidan cihanını aylanish, cihanını egallash ve texmi köp yerlerge berish, texmi köp yerlerini özünün qilib bilish ihtiyacı mana shundaq coğrafiyalik ve bedellik ihtiyacdan kelib chiqqan bo'ladi. Yürek ve ciğer ısıq tutqan, maylashqan kişiler asasen hücumkar, rəhimsiz, ciddi ve uruşqaq bo'ladi. Soğuk iqlim insonlarniki mana boyaqi degandek ortiqchiligimi deyli. Endi kamchiligi nima degan vaqtida soğuk iqlim deganimiz ya shimol qutbga yaqin yoki janubiy qutbga yaqin yerlarning insonlarini ko'rsatadi. Bu yerda bir gün içindeki quyoshning miqdori az, qish uzun, namlik ve soğuqlik o'shiqcha bo'lg'achqa insonlarda nervi jihatdan ciddi bir chekinish yoki bo'lmasa nervisi ojizlashish kelib chiqadi. Davomliq umidsiz, ruhsiz, turaqsiz, guman ve endişe ağır baskan halette ötüdü. Bir günün 300 günü soğuk, nem, karanlık, külengü, bulutluk bu hava şaraitida bay degenimizdeki insanlar davamlık endişe ve özara mehir muhabbette kemçillik yaşaydı. Şunun için bu kişiler gün nuru mol, sık ve texmi keng topraklık yerlerge qarab intildi. İçki organları ıssiq olsunmu, taşqi qiyafetinden mehir muhabbet, külümsüreş, yardım, hoşundaçılık, qerindaşlık, urug' tuqqanchilik, ota-ona va farzand tuyg'usi nihoyatmi sovuq yoki bo'lmasa bakla real shundoqla to'limi manfaat bilan bog'lanishliq mana shunday munosabatni keltirib chiqardi. Shuning uchun badallik va ro'yi jihatdan sovuq iqlim kishilarining artıqçılık ve kemçiliklerini obdan his qilishimiz, tadqiq qilishimiz, ularniki jangovar coşqunluğu ve kengaymichiligidan sirt, ularning mehr muhabbet, qo'shnichilik, tuqqanchilik ve jamoat bo'lib yashash jihatdagi kamchiligini ko'rishimiz lozim. Bo'libmi ilgari issiq yoki quruq issiq sharoitda yashab o'rganib qolgan kishilar va millatlar
soğuk iqlimga bargan vaqtida psixologik ve ruhiy meseleleri bek tez o'ttirg'i chiqib, kayfiyat tuvallab, xunuklaşıp, endişe, miskinlik, baxtsizlik tuyg'ulari eshib ketadi, ajrashib ketish, urushish, qiydash, g'ayvat ve mengülik uzaklaşış qatarlıq bir yürüyüşmüş o. Coğrafiyadan, tashqi shakl alomatlardan veya sharoitlardan kelib chiqilgan bir yürüyüş ro'yi qiyinchiliklarga bakroq uchrab qoladi. Shuning uchun issiq tabiatlik, issiq balvoq yoki quruq issiq coğrafiyalardan Yevropaning shimoliga berib yashab qolgan qarindoshlar, do'stlarga tavsiyam, yilda bir ay atrofida issiq balvoq mamlakatlarga berib dam olsin, kun ko'rsin, oyog'i tuproq ko'rsin, qon tomirlari kengaysin, jiddiylik va g'am g'ussalar azaysin, ichki badan tozalansın, terlesin ve özdeki negatif menfi energiyani etib qaysi buludu. İmkanı bağla issiq balvoq rayonlarida öymülük qilib, yılda bir necha qitim demilish qilish orqali o'zini yangilab, yaxshilab, quvvatlantirib, isitib, xushal qilib, yangi ishlarga quvvat va energiya toplasın. Soğuk iklim kişilerinin yemek içmek adetlerini kinolardan ve başkalardan anlayımız, körümüz. Şunda soğuk şaraittim, soğuk su içidiken, soğuk içimlikler içidiken dep onu doğraydıgan yaş ballamı yok emez. Bu yerdeki kişilerin soğuk içimlik içişi yoki soğuk suda çiniqishi qandaqdir şeklini formatlab doğrashga bo'ladigan ish emas. Bu yerniki insonlari soğuk iklimga taqobil turish uchun go'sht, sarmay ve her türlü hayvani yemekliklarni asos qilib iste'mol qilganligi uchun jigarda, o'tda ve yurakda issiqlik qoplaydi. Uchaymi issiqlik holati turdi. Shuning uchun badan ixtiyorsiz soğuk ichimlikni xohlaydi. İnsanlar yenik, yengil, nepiz kiyinib yürüydü yoki bizga shundoq ko'rindi. Amaliyotda bu shu coğrafiyada uzun yillar tarixdan bo'lgan chiniqish, shundoqla energiyasi ustun yemekliklar yeganlikdan kelib chiqadi. Bunu kinolardan, kitaplardan ko'rib ya başkalardan anlaplar, bunu doğrashqa, shu bo'yicha yashashga bo'lmaydi. Bu yerda albatta tarixning va asrlarning ügetken bir programmasi yoki bo'lmasa odatimi bor. Shuningga o'lik holda doğrash xatar va yoki ziyonlarni keltirib chiqarib qo'ydi. Endi issiq balvoq yoki quruq issiq yerlarda yashab o'rganib qolgan kishilardagi alomatlar nima degan vaqtida oldi bilan mo'tadil balvoqninki kishilarini so'zlab o'tayli. Bizga o'xshash 4 fasli inoq bo'lgan mo'tadil balvoqdagi yashagan insonlar soğuk iqlimga borgan vaqtida boyaqiga o'xshash badallik ojizlashdan sirt asosan ruhiy jihatda masalalar ko'proq to'plashib, yig'inchoqlashib, gumonxo'rlik, inchkilik va o'shiqcha farazlarga, andishlarga ve şundaqla qayg'ularga cho'kadigan ish kelib chiqadi. Chunki qaynab turgan qon muzlagandan keyin aylanishi aslab ketib qoldi. Bu vaqtida chiniqish, qonni qizitish, ba'zi choyliq dorilar bilan va tibobat dorilari bilan o'zini asrab turish
veya issiq belbağ rayonlarına berip bir ay demilip özdeki menfeilikni taşlap etiş qatarlıqlardan birasidan bəhrəmən bulanmasa, qan muzlığan səbəblik bədəndə acizlaş, royda tüvəlləş kelib çıxıdı. Şunun üçün müətədil belbağ yoki issiq belbağ kişiləri Şimali Avrupaga yoki Latin Amerikasının cənubidagi rayonlarda yaşab qilishga to'g'ri kelsa, yuqorqi ahvollarni ko'zda tutishi lozim. Endi müətədil belbağ kişilərinin alayligi qanday degan vaqtida 4 faslni ko'rgan bo'lg'achqa oldi bilan bu kishilar bir ishning qadrini bilishga moyil keladi. Chunki o'ziga har zaman bir dars mavjud bo'ladi. Qishda haddidan ortiq ro'y tuvallabni ketmaydi. Yaz günü xushalliqdan o'zini tuta olmaydigan, haddidan ishib ketadigan ahvollarni bek ko'rilmaydi. Chunki bu kishi uchun oldimizda qish bor. Shuning uchun birinchisidan haddidan ishib ketishga pek imkon bo'lmaydi. İkincisinden sanat faaliyetleri müətədil belbağda mevcut buludu, meydan kelgan ve bunundan keyin taraq qılıdı. Diqqat bilan qaraydigan bo'lsak, insonlarning madaniyat tarixidan tadqiq qiladigan bo'lsak, müətədil belbağdaki insonlar bütün dünyanın medeniyetini ve onun köp kısmını berpa qilgan ve hazırmı dünyanın medeniyet yükünü götürüp yürümekte. Üçüncüsüden müətədil belbağ insanlarınınki boy turqi nispeten simmetrik, muvafiq kelgan bo'ldi ve bu kişiler akıl, paraset, texnika, felsefe işlerinde dünyada asaslık rol oynab kelgan ve bunundan keyin üstün vazifelerde bo'ladi. Çünkü bedenin salomatligi kayfiyatga ve klimatga munosabatli bo'lg'achqa, müətədil belbağning olib kelgan bayashatliq, iqlimdagi har ranglik ve her zaman her fasl orqali bizga ogohlantirish kelayotgan sharoitda müətədil belbağ insonlari nisbatan mantiqli fikr qiladi. Ve her xil mistik ve felsefi göz qarash, ta'limot ve e'tiqodlar müətədil belbağ insonlarda nisbatan muqim ve mustahkam saqlanib turadi. Bundan başqa inchika texnikalik, elektronlik, zil ishlar müətədil belbağ insonlarda nispeten tabiatiga, xususiyatiga mos kelganligi uchun bu yerlarda taraq qilgan bo'ldi. Shuningga müətədil belbağ kishilarda ko'p xil tomoq turlari, ko'p tabiatlik, har xil tabiatlik yemekliklar mavjud bo'lg'achqa, issiq sovuq bilan issiq sovuq tabiatlik yemekliklar bilan o'zini tangshash ta'limoti ve bilimlere nispeten taraq qilgan bo'ldi. Şunun için biz müətədil belbağda yaşashni tavsiya qilamiz, ta'kidlaymiz. Shundaqla müətədil belbağda o'zaro ittifoqlik, do'stlik ve baravarlikni umid qilamiz. Müətədil belbağ kishilariniki ojizlik nuqtasi her işini ko'rganligi ve her tem ve her tabiatdagi yemekliklarni iste'mol qilish imkoni bo'lganligi uchun ve shundoqla dehqonchilik ve shaharlashishniki ilib kelgan muqimlik ve qonuniyat tufaylidan ularda jasorat, kurashchanlik nispeten tüverek bo'ladi. Mevcut tüzüm veya ki mevcut sistemga nispeten riayet ortiq bo'lganligi uchun buni o'zgartirishga bo'lgan tirishchanlikda borgan sari ojizlash, istaksizlik yoki bog'i shukr qilish ahvoli nisbatan og'ir bo'ladi.
Endi tropik belbağ insanlarına qaraydigan bolsaq, bu yerdeki insanların bedeninde belgam maddesi, belgam xiliti bir kadar köp ve pişmagan xam xilitlar köprek bulup, bunun tesiri bilen meyiniki uçur almashtırış ve analiz qilish kuchi shu 24 saat ve 365 gün yuqori temperaturada turganligi uchun amaliyotda insonlarniki sovuqqa ishib ketib qoladi. Chunki issiqdan mudofaalanish uchun sovuq ichimliklarni, suni ko'p iste'mol qilishga to'g'ri keladi. Meyve ve ko'ktatlar bilan asosliq yemeklikni ado qiladi. Şu tüpeyden ıssıq belvaq kişilerinin soğuqluq eşib ketişi mana şu sebepten buludu. Sunu içivergende bedendeki tuz miktarı azlap, mineral maddeler tazlanıp ketadiganligi uchun bedende ıssıqlık, temperatura ve hayacan ve ciddilik, hareketlilik ve coşkunluk azlapmalıdır. Şunun için ıssıq belvaq kişilerini günde quyosh nurunu ko'rganligi, davomli issiq turganligi uchun bularni issiq mizojli kishilar deb aytolmaymiz. Tropik belvaqda yaşayan bütün şu her türlük milletlerinin bugünkü siyasi, iqtisadi, medeni tarafdaki jafo tortishlariga qaragan vaqtida asasen miya faoliyatininki o'tkir, kuchlik ve hareketchan bo'lmasligi, yemeklikler arkalık özüge bergen soğuqlıqlar arkalık qinining muzlab ketişi sebeplik yuqorqi ko'rsatkichlarda üstün bulanmasligini mana şu klimat ve yemek içmek odatlariga bog'lab tushunib olsak bo'ladi. Umuman boy ve quyosh nuri mo'l bo'lgan bu coğrafiyalar aslida insonlarning mavjud bo'lgan, shakllangan insanlığın büyüşüge dep aytishga bo'lsa-mu, bugungi kunda bu kishilarning jafoda qiyinchilikda qilishi yolg'iz siyosiy ve boshqa mustamlika sharoitlarida to'liq ifodalab ketolmaymiz. Biz bunu klimat ve yemek içmekler arqılıqmı, yani kişinin özüge özü qilgan muomilasidanmi özüge ne kadar qiyinchiliklarni elib keldiganligini shundan ko'rib olaymiz. Albatta coğrafiyalardan chekinib, voz kechib, tashlab berib ketishga bo'lmaydi. Mavjud sharoitdan boshqa bir sharoitda qisqa mezgillik bo'lsa-mu yashash orqali boshqa madaniyatlardagi o'ziga foydali yemek içmek odatlarini tatbiqlash orqali ma'lum darajada şu sharoitdagi kamchiliklarni, jafolarni azayta olishi mumkin. Masalan, tropik belvaq insonlari yilda bir ish qitim imkoni bor soğuk iqlimni ko'rishi, şu orqali bedendeki ciddi haddidan oshiq ishlab ketayotgan qon aylanish mexanizmini biraz aram aldırışı, azaytishi lozim. Çünkü 24 saat 365 gün beden eriş, ciddi işleş, ciddi oylanish tüpeylidən issiq belvaq insanlara qarsak şunu bilələyimiz. Bu yerdeki kişiler yeşi kiçik olsun mu çoğun çıray göründü. Ömrü bek uzun bulup ketmeydi. Çünkü bugün bekəcələrsək ətsi qalmağandək kündeki madde almış miktar bek tez şundaqla hiçbir pesil fark kılınmagan asasda davamlıq eriş, küyüş şekilde bedendeki maddeler şunda işlep yürgənlik üçün bu yerdeki kişilerdeki yeşiden çok qeyri görünüdü veya ki ömrü yeterlik derecede uzun bulmay kalıdı. Şunun için biz bek soğuk belvaqdaki kişilerine veya ki bek sık rayonlardaki kişilerine nispeten
sağlam bulmagan şarayitda yaşap etipdi dep tunuymiz. Elbette bu bir tibbi köz qaraş. Elbette kişiler hiçbir zaman ihtiyar kılıp cabalat kılışını xalamaydı. Veya ki belki ular şu şaraitni nayeti baxtlik, yaxşı turmuş dep düşünüşü mümkün. Biz fakat tibbi cihetden analiz qılğanlarımızı köpçülük bilen ortaklaşıyatımız. Umumen insanlar her işte mötedil, ortal yol tutuşunu, yemek içmekte muafık ozuqlanışını, fikir tefekkürde aşırı etmeslikini ta'kidlash bizning vazifamiz. Her pesil yoki her mevsim ve yoki her coğrafiyelik o'rinning o'ziga tushliq alayligi, xushallig'i, ortiqchiligi bo'ladi. Biz hech kimni turayotgan joyi orqali ayblamaymiz. Biroq fasllar ve sharoitlarning inson badaniga ko'rsatilgan ta'sirini bilib qo'yishning foydali ekanligini bu yerda eskartmoqchi. Faslga qarata, badanga qarata ve o'zining ehtiyojiga qarata ozuqlanishni bilishmi yuqori fan texnika bo'lganidek, coğrafiyalarni almashtirish, sayohat qilishning yana badanga naqadar foydali ekanligini yandan so'zlab o'tmoqchi. Issiq belvog'dagi insonlarimizniki o'z ahvolini yaxshilashga albatta sovuq iqlim yoki mo'tadil belvog' kishilarning tajribalarini o'rgansa yaxshi bo'larmikin deb tunuymiz. Mo'tadil belvog' insonlari imkon qilib yana shu mo'tadil belvog'dagi yerlarga yutkilib yashashga to'g'ri kelsa nisbatan muvofiq tanlaganlik deb tunuymiz. Eğer şaraitlar tüpeylidən soğuk iqlimga berip yaşashqa yoki tropik belvog'da yashashga to'g'ri kelgan vaqtida biz boya aytib o'tgan bu coğrafiyalik sharoitlarning alayligini unutib qolmasdan qisman shaklda turmush usullarida va yemekliklarda qisman o'zgartish olib borish orqali ziyonni eng ozga tushirishni tavsiya qilamiz. Bugünkü dersimiz müşagiç oldu. Xeyr xoş.